Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Thursday, August 29th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is Lesson 53. And the topic of today's lesson is an interesting climate. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, subject. Subject. 2, mild. Mild. 3, wet. Wet. 4, north. North. 5, east. East. 6, south. South. 7, west. West. 8, season. Season. 9, night. Night. 10, long. Long. 11, short. Short. 12, rise. Rise. 13, set. Set. Xo'sh, arkadaşlar, yuqorqilar so'zlarninki o'qilish ahonglari, yangi so'zlarninki ham biz ma'nolari bilan tanishib chiqsak, birinchi so'zimiz subject degan tema degan gap. Okay, masalan, parang temasi deymiz-ku. Darsimizda demakchi shu mushu so'z, mushu mazmunda ishlanadi, ya'ni parangning temasi deb. Hozir ko'ramiz, okay? Subject tema. Number 2, mild. Bo'lqi mo'tadil degan gap. Okay, bo'lib mana kelimat yoki havo raylarga ishlatganda masalan bu yerning havosi mo'tadil deb qo'yamiz-ku. Okay? Mild, mo'tadil. Number 3, wet. Wet degan nam degan gap. Nam. Okay? Number 4, north. North degan shu to'rt tarafning ichida shimol, sharq, janub va g'arb deymiz-ku. To'rt tarafning ichidagi shimol mavjud, north. Okay? Anan keyin mana nimasi qarasangiz cho'ng yozilyapti birinchi harfi, bunga diqqat qilaylik. Ana o'qilishida oxirgi ikki harfga qarasangiz oxirgi ikki th harfi ritmisi qandaqqa s o'qildi deyiladi. Thank you yoki 3 deki s degan tovushchu, men degandim-ku. Tilingizni nayt yinnik tishlab turib, yinnik yengil, tishlab turib S deganni o'ylab turib, soatlik S'ni o'ylab turib chiqarsangiz chiqadigan tovush deb. S. Ya'ni north, north, okay? Albatta r north, okay? N qa o develop, no develop anki r ni qo'shib nor develop anki 3 deki s yoki thank you deki s-ni yenniklam chapsaversangiz ham bo'ladi, okay? North, north, okay? Number 5, east. East degan shu to'rt tarafning ichidagi sharq, okay? North, shimol, east, sharq bo'ldi, ya. 6-chi south degan janub. South demo shu north ga o'xshash th harf birikmasi bor ekan hang oxirida. Yana shunda o'qildi men hozir deganda aka. Thank you degan s o'qildi. South. South, okay? Anaki 7-chi so'zimiz west degan g'arb degan gap. Shu to'rt tarafning ichidagi g'arb, okay? North, north, east, south, west, north, east, south, west deb jiq o'qib mashq qilganda anakin til keladi, okay? Number 8, season. Season degan fasl degan gap. Yodingizda bor, oldingi darsda biz to'rt faslni o'rgandik, lekin fasl degan so'zni o'rganmagandik. Bugun fasl degan so'zni o'rganamiz, okay? Number 9, demakchi fasl degan so'zni bugun ishlatamiz dialogimiz bor. Albatta, yuqorqi gaplarni ko'ryapsiz. Bugungi darsimiz o'sha oldingi darsniki davomida qiladi, lekin kengaytirilgan mazmun, nihoyat qiziqarli mazmun. Bugundan nurg'un narsa aynan, okay? Number 9 degan nima bo'ldi? Night, kecha. Okay? Kunduz nima degandik? Yodingizda bor. Kunduz deganni day deydik. Night deganchi kecha bo'ldi, okay? Number 10, long degan uzun degan gap. Amaliyotda ko'rib bo'lgan bu so'zni, lekin miyada yana uchrayotdi, bo'lib kunduz kechininki yoki uzun qisqa bo'lishiga ishlatamiz, ya'ni dialogni ko'rishsiz
ko'rsiz tafsilotini. Okay? Long degan nima bo'ldi? Uzun. Number 11 short. Short degan qisqa degan gap. Okay? Long, short. Yodingizda bor, pakanimi short deydi, okay? Demakchi, shundan bilib olish bo'ldi. So'zlar endi bag'an sira qandaq ko'p demakchi o'xshash so'zlarniki ko'p har xil real ma'no oladiganligini o'rganib bo'lamiz bundan keyin. Burun short deganni nima paka deb o'rgangan bo'lsak, hozir qanday qisqa deb o'rganyapmiz. Okay? Long'ningki uzun degan ma'nosi, lekin egizga uni ishlatmaymiz. Egizga boshqa so'z ishlatdik-ku, yodingizda bor, tallni ishlatdik-ku egizga. Okay, bundan so'ng gapning uzun gapning qisqasi 11 short nima bo'ldi? Qisqa bo'ldi bugungi darsimizda. Okay, number 12 rise. Rise degan ko'tarilish, yuqori o'rlash. Ya'ni kunning chiqishiga ishlatiladi, masalan, kun o'rildi deymizmi yoki kun ko'tarildi deymizmi? Rise, okay? Ko'tarilish, o'rlash. Number 13 sat. Sat degan pitish, ya'ni o'ltirish degan gap. Rise degan chiqish, ko'tarilish, o'rlash bo'lgan bo'lsa, shuning aksini bo'lgan sat, ya'ni o'ltirish, tushish degandek-ku. Yoki kuniga ishlatganda pitch deb olamiz, okay? Xo'shundan yuqoriqilar so'zlarning o'qilish ohanglari va ularning ma'nolari hamda biz diqqatimizni bu darsimizning temasiga yo'tkazib qo'ysak, interesting deganni o'rgangan savoldoshlar. Interesting degan nima? Qiziqarli degan gap. Qiziqarli. Agar o'rganmagan bo'lsak, mishadi o'rgangan bo'lamiz albatta. Interesting degan qiziqarli deb yozib oling, albatta yozib menyotsizga. Climate ni bilasiz. Climate degan kelimat degan gap. Okay? Havo kelimati degan kelimat. Undan sonra oldingi darsimiz yodingizda bo'lsa, 51-darsimizning temasi nima edi? Pleasant climate. Pleasant climate. Oldingi darsimizningki, yine 51-darsning temasi. Nima degan gapdi bu? Rahatlik yoki bir rahatlik kelimati ma'nosi, ha? 51-darsning temasining ma'nosi bir rahatlik kelimati. Macho an interesting climate degan nima bo'ldi? Interesting hozir dedik, qiziqarli. Bir qiziqarli kelimat deydi. Demakchi, Gretsiya oldingi darsda o'rgangan davlat. Shu Gretsiyaninki kelimatni so'zlagan to'p. Gretsiyaning kelimatini ayt odamga xush yoqadigan rohatlik nima bo'lgan bo'lsa, kelimat bo'lgan bo'lsa, bugun qaysi davlatnikini o'rgangan deymiz, qiziqarli kelimat deydi. Okay? Bundan bo'lsa biz darsimizdagi dialogni ko'rib boqaylik. Albatta diyalogni o'rganishdan burun biz nima ish qilardik? Savolni bilib olardik. Savol nima? Savol what is the favorite subject of conversation in England? Ya'ni biz dialogni o'rganib bo'lib javob berishga tegishli savol. Nima bo'lsa, eng yaxshi ko'radigan favorite'ni o'rgandik savoldoshlar. Masalan, pink is her favorite color deb dadisi qizig'i kitob shkaf yasab beradigan darsda o'rgangan to'qa yodingizda bor. Pink yine shapto chechka rang, uningki eng yaxshi ko'radigan rangi deb. Demakchi favorite degan nimada eng yaxshi ko'radigan degan so'zdi. Undan what is the favorite subject degan nima ekan? Nima bo'lsa eng yaxshi ko'radigan tema deydi. Nimaning temasi demakchi? Of conversation. Of degan nima? Ning degan gap bu. Nimaning? Shu conversation ning demakchi. Conversationni mana shu har darsda ko'rib kelayotgan so'z bu. Ya'ni parang degan gap bu. Okay? Ya'ni parangning demak ekan bu. Undan so'ng nima bo'lsa eng yaxshi ko'radigan temasi parangning in England, Angliyadagi. Ya'ni Angliyadagi eng yaxshi ko'radigan parang temasi nima degan gap ekan bu. Okay? Angliyadagi eng yaxshi ko'radigan parang tema nima? Yoki parang temasi nima? Okay? Qo'shimda olsa, gapdan qaraganda bugungi darsimiz Angliyaning kelimat to'g'riliq dars ekan. Qo'shimda olsa Angliyaning kelimati qanday? Biz bir tunishib chiqaylik, qarang. Lesson 53 an interesting climate. Unda olsa bu yanada qanday Hans aralashgan bir nima ekan? Dialog ekan, bir parang ekan. Oldingi dars yodingizda bor. Gretsiyalik kim bilan paranglashgandi? Hans Dimitri bilan paranglashgandi. Bugun Hans kim bilan paranglashdi? Jim bilan paranglashdi. Jim Angliyalik turdi. Undan sonra biz dialogni bir o'qib chiqaylik, menga agishib o'qingani ma'nosini tushunamiz, qarang. Hans bunda deydi. Where do you come from? Where
do you come from? Desa Jim qopib, I come from England. I come from England. Desa Hans qopib, what's the climate like in your country? What's the climate like in your country? Desa Jim qopib, it's mild. It's mild. But it's not always pleasant. But it's not always pleasant. Albatta bir uzun jumla pash orqali ayrilgan. Qarang, to'liq bir o'qayli. It's mild, but it's not always pleasant. It's mild, but it's not always pleasant. Daplab yana jim gapni deb qarang. The weather is often cold in the north and windy in the east. The weather is often cold in the north and windy in the east. It's often wet in the west and sometimes warm in the south. It's often wet in the west and sometimes warm in the south. Desa Hans indapto, which seasons do you like best? Which seasons do you like best? Desa Jim qopib, I like spring and summer. I like spring and summer. The days are long and the nights are short. The days are long and the nights are short. The sun rises early and sets late. The sun rises early and sets late. Jim yana gapini davomlashtiribdi. I don't like autumn and winter. I don't like autumn and winter. The days are short and the nights are long. The days are short and the nights are long. The sun rises late and sets early. The sun rises late and sets early. Our climate is not very good, but it's certainly interesting. Bu amaliyotda bir jumla pash bilan arilgan, qarang, bir tiniqda o'qaylik, to'xtatmay. Our climate is not very good, but it's certainly interesting. It's our favorite subject of conversation. It's our favorite subject of conversation. Okay? Shundan dialog tugabdi. Endi biz ma'nosini tushunib boqaylik, qarang, dialogninki. Hans deb boshlabdi. Where do you come from? Bu to'limi tunishlik bir jumla savodashlarga. Siz nereden keldiniz degan gap bu. Okay? Buni nimaga o'xshaydi degan to'q, qaysi jumlaga o'xshaydi degan to'q, where are you from ga o'xshaydi degan to'q. Tungi darsda so'zlab bo'lgan, oldingi darsda. Okay, Hansning mushu gapiga Jim deb javob berdi. I come from England. Men Angliyadan keldim dedi. Yoki I am from England desam bo'ladi-ku. Albatta nim deb so'rasa shunday javob berish kerak. Where do you come from desa, I come from England deb javob berish yaxshi. Agar where are you from desa, o chaqda I am from England degan yaxshi. Tushunishlik bu gapimi? Okay, demakchi Jim Angliyadan kelibdi.
Ananki Hans davamlaştırıp mı da soradı. What's the climate like in your country? Bu cümledeki is like deganni nimda bağan toq. Like ne mandaraq. Yani mandaq o'xshash degan ma'ni anglatadi degan toq. Is like degan, yani be like degan cümle söz birikmesini, ki cümle kurulması deyli yoki. Mishalki is like degani qandaq savol jumlada qandaraq degan ma'nosi bo'lsa, javob jumlada shundaqki, ya'ni shundaraq yoki mundaraq degan bir ma'no anglatadi degan to'qqa oldin qildim. Bundan sonra the climate ni so'rayapti. Ya'ni kelimat qandaraq degan gapgan qo'yma. What is the climate like degani? In your country, sizning davlatingizdagi. Okay? Davlatingizdagi kelimat qandaraq yoki davlatingizning kelimat qandaraq degan gapgan qo'y bu. Desa Jim nimdab javob berdi? It's mild dedi. Mild nimda qabiyam mo'tadila. U mo'tadil dedi. But it's not always pleasant. Lekin hamisha rahatlik emas. Pleasant degan shu rahatlik, kishiga rahat bag'ishlaydigan, odamga xush yoqadigan degan gapdir-ku. Kristianninki ashtaqdi, butunlay shu noit odamga yoqadigan bir xil kelimat ekan. Ma Angliyancha, but it's not always pleasant dedi. Lekin hamisha undaq rahatlik emas dedi. Okay? Nimdab javob berdi deymiz Xonizning gapiga? Xonizningki qaysi gapiga? Davlatingizdagi klimat qandaroq degan savoliga mo'tadil deb, lekin davomliq nima emas, odamga xush qilgan holat emas yoki rahatlik emas deydi. Okay? Xo'shunda tafsilotga qarab boqaylik qarang. Jim davomlashtirib, nimdada gapini davomlashtirib, the weather is often cold in the north and windy in the east. The weather again, havo rayi qo'y. Havo rayi bo'lsa isdan ning qo'shimchasi emas, chunki is ppl. Havo rayi bo'lsa often degan nima? Pat-pat. Cold, so'g'oq. In the north, shimolda. Okay? And windy in the east. Shundaqla shamolliq sharqda degan gapgan qo'y. In the east, sharqda. Okay? Demakchi, havo rayi shimolda pat-pat so'g'oq, sharqda pat-pat qandaq often degan shu har ikkisi qartilgan qo'y. Often cold in the north and windy in the east degan har ikkili jumlaga tava often degan so'z uchun. Demakchi, havo rayi pat-pat, shimolda pat-pat so'g'oq, sharqda pat-pat shamolliq demakchi. Okay? Tushunishliqqa havo rayi shimolda pat-pat so'g'oq, sharqda shamolliq yoki sharqdami shu pat-pat degan so'z sharqdami tava deb tushunsangiz bo'ladi. Sharqning havo rayi. Okay? It's often wet in the west and sometimes warm in the south. Qarama, to'rtli tarafni tasvirlayapti, qarang. Oldida shimolda pat-pat so'g'oq, sharqda shamolliq deb bo'lib, keyinda nima deydi? G'arbda pat-pat nam. Shundaqla ba'zida janubda ba'zida illiq bo'ladi deydi. Sometimes warm degani ba'zida illiq degan gap bu. Nada janubda. Ya'ni janubda ba'zida illiq demoqchi ekan, okay? Bundan Angliyaningki havo klimatini bildik savoldoshlar. Havo klimat qanday ekan Angliyaningki? Shimolda pat-pat so'g'oq, sharqda shamolliq, g'arbda pat-pat nam, janubda ba'zida illiq ekan, okay? To'rt tarafida to'rt xil ekan havoning klimati, Angliyaning klimati. Xo'sh, ashta deganda Hans nimdab so'rdi? Which seasons do you like best dedi. Which seasons? Which degan qaysi? Season degan fasl deganda, fasllar deb ko'p qo'shimcha deyapti-ku. Do you like, siz yaxshi ko'rasiz best? Ang demakchi. Best degan ang degan ma'nosi olmaydi-ku. Okay? Ya'ni qaysi fasllarni yaxshi ko'rasiz? Ang. Ya'ni siz qaysi fasllarni ang yaxshi ko'rasiz demoqchi ekan-ku. Inglizchada shunday ifodalaydi. Ang degan so'zni ang oxirida ishlatadi. Which seasons do you like bo'lsa, siz qaysi fasllarni yaxshi ko'rasiz bo'ladi. Keyiniga
bestni qo'shib qo'ysak qanaqa ekan? Which season do you like best bo'lsa, siz qaysi fasllarni eng yaxshi ko'rasiz deb tushundik ekanmiz, okay? Desa Jim deb javob berdi, I like spring and summer. Men yoz bilan yozni yaxshi ko'raman dedi. Okay? The days are long and the nights are short. Days degan kunlar, nights degan kechalar, okay? Kunlar long degan uzun de, short degancha qisqa deydi. Demakchi kunlar uzun, shundaqla kechalar qisqa deydi. The sun rises early and sets late. Quyoshga the sun degan quyoshga rise deganni olib o'rgandik yangi so'zlarda ko'tarilish, o'rlash, chiqish, masalan quyosh qartilgan gap bu. Quyosh o'rlaydi yoki chiqadi early baldur and sets late. Set deganni o'ldirish, tushish, tuvallash degan to'q. Okay, set degan o'ldirish, petish deymiz bu miyada kunga. Okay, patido late. Late deganni kechikib. Early degan baldur, late degan kechikib. Bunda olsa quyosh o'rlaydi baldur, patido kechikib degan gap ekan. Quyosh baldur o'rlaydi va shundaqla kechikib patido degan gap ekan bu. Nihoyat muhim bir narsa bor, diqqat qiladigan shu jumlada qarang. The sun degan quyosh, okay? Ashu quyoshdan bir sil var, shuning uchun ashu quyosh deb qo'yapsiz bu. Hammadan tanishli quyosh bu. Hamda men sizlarga diqqatingizga sunadigan bir nuqta rise ning kendidagi as, ankin set ning kendidagi as. Ikki as ningki shu rise as ningki rise bilan set ning kendiga qo'shilib kelish ahvoli. Nima shunda bo'ldi? Nima bu fe'llarning kendiga as qo'shilib qoldi? Chunki jumlaning egasi birlik, uchinchi shaxs birlik. Quyosh degan u, quyosh degan uchinchi shaxs bu, uchinchi shaxs birlik. Quyosh degan siz emas, men emas, u. Ya'ni it bilan almashtirib ishlatilgan bo'ldi-ku, okay? Demak, jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik bo'lib kelsa, qanday bo'ladi? Shu jumlaning egasi uchun xizmat qiladigan fe'llarning kayniga qanday as qo'shimchasi qo'shiladi deyman. Hozirgi oddiy zamon. Nima hozirgi oddiy zamon deysiz deganda, o'sha mishari kichikgina bir qo'shimcha bir gapni qistirib o'tib kelsam, o'sha zamon to'g'riliq. Hozirgi oddiy zamon degan qanday zamon desangiz, o'zgarmas qonuniyatlarni ifodalaydigan, o'zgarmas qonuniyatlarni bayon qiladigan zamon qanday? Hozirgi oddiy zamon bilan ifodalandi. Masalan, quyoshninki masalan baldur chiqishi, keyin o'ltirishi, mana nimaning gapi bu? Yozning gapi bu Angliyada yoz bilan yozda quyoshning baldur chiqishi va keyin o'ltirishi qanday? Bu bir haqiqat demakchi, o'zgarmas haqiqat. Okay? Demakchi bir yil shunday bo'lib, yana bir yil o'zgarib qoladigan ish yo'q. Demakchi bu o'zgarmas haqiqatlarni ifodalaganda shundoq hozirgi oddiy zamon bilan ifodalaymiz, okay? Xuddi men atiginisi masalan tishim cho'tkalab bo'lib, andan keyin nashta qilaman degandeklar. Bu bir odatga aylangan narsa u. Qonuniyat darajasiga ko'tarmaymiz, lekin odatga aylangan ish. Demakchi o'g'lim, mishaga qo'shib qistirib qo'ymoqchi bo'lgan qo'shimcha gap nima bo'ldi? Hozirgi oddiy zamonga qanday narsa deganga bir tushuncha bo'ldi. Demakchi qonuniyatlarni ifodalaganda shunday hozirgi oddiy zamonni ifodalaydi ekanmiz. Jumlaning egasi bu gapning ma'nosi nima? Hozirgi oddiy zamonning ma'nosi nima degan gap bu? Qanday zamon bu? Jumlaning egasi agar uchinchi shaxs birlik bo'lib kelsa, fe'l shu jumlaning egasi uchun xizmat qiladi-ku fe'l degan. Shu fe'lning kayniga qanday as qo'shimchasi qo'shildi ekan. Abay degan masalan deganda turib tishni cho'tkalab bo'lib, undan nashta qilishdi-ku. Bu odat xarakterli bir ish ekan, shuning uchun bunimi ingliz tilida qanday hozirgi oddiy zamonda ifodalaymiz. Okay? Demakchi uzun gapning qisqasi, shunday odatga aylangan, kundalik odatga aylangan, kunda bo'lib turadigan ishlarni tasvirlaganda andan keyin qonuniyat xarakterli bir ishlar, harakatlarni bayon qilganda biz hozirgi oddiy zamonda ifodalaydi ekanmiz deb tushunsangiz bo'ldi hozircha. Okay? Shu bir necha darsdan keyin bu to'g'riliq texnik bak yaxshi bir tushuncha berildi. Okay? Xo'sh, shunda olsa, Jim qaysi fasllarni yaxshi ko'rdi ekan? Eng yaxshi ko'rdi ekan? Jim yoz bilan yozni eng yaxshi ko'rdi ekan, chunki demakchi I like spring and summer dedi. I like spring and summer best demedi. Lekin
Xan'ningki so'rg'ini shu bas deb so'rdi-ku. Unda olgandan shu jim qaytilimisin bo'ldi demoqchi. Okay? Lekin gapning o'ramidan shu o'zining shu eng yaxshi ko'rdiganligi chiqib turdi. Okay? Demakchi, atiyaz bilan yozni yaxshi ko'rdi ekan. Kunduzlar uzun, kechalar qisqa bo'ldi ekan. Andan keyin quyosh qandoq baldir chiqib keyin o'tirdi ekan. Degan narsalarni tushundik. Andan keyin jim gapini davomlashtirib yana bunday qarab. I don't like autumn and winter. I like spring and summer degandan men atiyaz bilan yozni yaxshi ko'raman deganni bildik. I don't like autumn and winter dan nimani bilamiz? Men kuz bilan qishni yaxshi ko'rmayman degan gap bu, okay? Shuni bildik. I don't like. I like men yaxshi ko'raman. I don't like men yaxshi ko'rmayman, okay? Demakchi, men kuz bilan qishni yaxshi ko'rmayman deydi. The days are short and the nights are long. Kunlar bo'lsa qisqa, shundaqla kechalar bo'lsa uzun deydi. Okay? The sun rises late and sets early. Quyosh keyin chiqadi, ko'tarildi, kechikib degan gap bu. Sets early, o'ltirdi yoki patidi baldur. Okay? Quyosh keyin chiqib yoki kechikib chiqib, baldur patidi degan gap bu. Okay? Our climate is not very good. Bizning klimat bo'lsa emas, nihoyat yaxshi. Bak yaxshi emas demoqchi-ku. Demakchi, bizning klimat bak yaxshi emas. Not very good. Bak yaxshi emas. But it's certainly interesting. Lekin u bo'lsa albatta interesting. Ya'ni albatta ni deb tushunsak bo'ladi. Certainly interesting. Certainly albatta. Okay, albatta deb olaylik. Men demoqchi edim, it's certainly interesting degan cho'qimki deb olsak ham bo'ladi demoqchi edim. Lekin u cho'qimki qiziqarli debchi. Misol desak, Uyg'urchada buni aytib chakvasida demoqchi bu gapning o'rami. Masalan, bizning kalimat endi bak yaxshi emas, not very good, but it's certainly interesting. Lekin u albatta qiziqarli degani shu demisimi qiziqarli degandekchi. Okay? Certainly, albatta demisimi degandek ma'nosi bor. It's our favorite subject of conversation. It is our favorite. U bo'lsa bizning eng yaxshi ko'radigan temamiz. Nima temamiz deydi? Parangning temasi, parangning temamiz deydi. Parang temamiz demoqchi. Parang temamiz degani nima deymiz? Subject of conversation deymiz. Okay? Subject of conversation. Ta'tir deyildi biz Uyg'urchada parangning temasi deymiz. Yoki parang temasi deymiz. Inglizchada temasi, ya'ni parangning deb oldi. Okay? Buni qilib qoldingiz bu, inglizcha o'y fikrlarni ifodalash oddiga. Xo'sh, shunda olsa, kimninki bu gaplardan biz nima tushunamiz? Angliyaninki kelimatninki haqiqatan qiziqarli bir kelimat ekanligini. Balki bak yaxshi deb ketib deb unda oxirlashtirdi. Okay? Xo'sh, shunda olsa, bu dialog yetarli emas o'g'illar. Buni o'zingiz bir qatim ko'rib, tushunib, yodlab, hattoki yezib ko'chirib qilmasangiz bo'lmaydi. And biz savol javob bersak, savolda nima deb so'raganda, what is the favorite subject of conversation in England? Angliyadagi eng yaxshi ko'radigan parang temasi nima degan gapda. Javob it is u bo'lsa, ya'ni shu parang temasi demoqchi. It is the climate. Okay? It is the climate. U bo'lsa, shu kelimat demoqchi. Eliq kelimat. Ya'ni qaysi kelimat? Shu kelimat, shu biz davatgan kelimat demoqchi. Shuna the climate deb og'inimizning sababi. Qarasangiz, nimdada eng oxirida our climate is not very good, but it's certainly interesting. Certainly cho'qimki demoqchimki. Adam gapim topolmay ketdim bu. Tuyuqsiz yadim keldi. Cho'qimki deb olsam bo'ladi demoqchi. Okay? Albatta cho'qimki demisimi deganda kishi ma'nosi bor demoqchi bu certainly niki. Ashna desak Uyg'urchada yaxshi chiqadi demoqchi bu. Endi xulosalasak, eng oxirgi gapni. Bizning kelimat bak yaxshi emas.
lekin u cho'qimki qiziqarli. Okay? Deb bo'lib, bu bizningki eng yaxshi ko'radigan parang temamiz deb oxirlashtirdi. Shuning uchun bunga javob berdik ekanmiz. What is the favorite subject of conversation in England? It is the climate. Bu bo'lsa kelimat. Bu deganimiz nima? Shu parang temasi demakchi u. Okay? It is the climate. Okay? Xo'sh, unda 53-darsningki 53, lesson 53ningki so'zlari va dialog ahvoli shundaq. Əmsə, qağını özünüz qılıb qaldı. Sözlük, dialogni qayta özünüz məşq qılmamısınız, hətta yadlamamısınız qandaq olmaz. Okay? Xoşunda olsa 54, lesson 54, yəni 53-ninki məşqi. Ona bir diqqət qılıb etsək, əlbəttə 52-ninki oxşab getirkən, what nationality are they? Where do they come from? Oxşaşdı o 52-nin. Ular nima davlat tavalligi yoki qaysi davlat tavalligi deb azoq bo'ldi. Ular nereden keldi degan gaplar ekan. Xo'sh, buningdimi chiqdi so'zlar turganda qiladi, lekin hammasi qandaq davlat tavalliklari bilan yangi bo'lgan biz oldingi dars o'rgangan davlat tavalliklari bilan davlatlarning ismlari. Okay? Qancha chiqib ketsa shuncha yaxshi ku. Demakchi dunyo kezib sayohat qilishdan yaxshi ish yo'q. Rahatlik ish yo'q. Agar bu davlatlarga berib qolsangiz ishilta olasiz bu so'zlarni albatta. Xo'sh, unda bo'lsa bu darsdagi mashqda bizga lozim bo'ladigan yangi so'zlar new words and expressions number 1 mana agishib o'qing. Australian. Australian. Number 2 Australia. Australia. Number 3 Austrian. Austrian. Number 4, Austria. Austria. 5, Canadian. Canadian. 6, Canada. Canada. 7, Chinese. 8, China. 9, Finnish. Finnish. 10, Finland. Finland. 11, Indian. Indian. 12, India. India. 13, Japanese. Japanese. 14, Japan. Japan. 15, Korean. Korean. 16, Korea. Korea. 17, Nigerian. Nigerian. 18, Nigeria. Nigeria. 19, Polish. Polish. 20, Poland. Poland. 21, Thai. Thai. 22, Thailand. Thailand. 23, Turkish. Turkish. 24, Turkey. Turkey. Xo'sh, Australian degan nima? Number 1, Australiyalik yoki Australianning. Ikkinchisi Australia, bu Avstraliya davlatning ismi. Okay? Australian bo'lsa Australiyalik, bo'lgan bo'lsa davlat avvaligi, davlatning ismi Australia. Okay? Australiya. Uchinchisi sal yaqinlab qoldi, siz diqqat qilmasak ham chatoq chiqadi, juma qarang. O'qilishi lekin ozroq farqlandi endi. Ma'vo urg'uliqda o'qiladigan bo'g'imi albatta birinchi bo'g'imda uchinchi so'zniki. Austrian. Okay? Birinchisi nima? Australian. Trail deganni ko'tardik. Mana uchinchi so'zda osni ko'tardik ekanmiz, qarang. Austrian nishadan farqlandi. Lekin yezilishi sal diqqat qilsangiz almashtirib olgandek lama. Austrian degan nima bo'ldi? Avstriya deb birdik.
Germaniyaga qo'shni bir davlat bor. Yevropada Avstriya degan davlat. Avstriyalik yoki Avstriyaning degan so'z jumla shunisi. To'rtinchisi albatta shu davlatning ismi Avstriya deydi bu. Okay? Avstriya bilan Avstraliya ikki davlat qo'ya. Bilamiz buni ham. Demakchi, birinchi, ikkinchi so'zlarning o'qilishi bilan 3-4-chi so'zlarning o'qilishiga alohida diqqat qilsak bo'ldi. Birinchi so'z Australian, uchinchi so'z Austrian, ikkinchi so'z Australia, to'rtinchi so'z Austria deganda, okay? Oldida davlat avvaliga, keyin davlatning ismini ko'rsatib qo'ygan, buni bilyapmiz. Okay, beshinchisi Canadian, Kanadalik yoki Kanadaning degan gap. Oltinchisi Canada. Davlatning ismi bu Kanada, okay? Number 7 Chinese. Bu Xitoy degandek ma'nosi bo'lsa, number 8 China degan shu Xitoy davlati bo'lgan. Okay, number 9 Finnish. Finlandiyaning yoki finlandiyalik, okay? Number 10 Finland bo'lsa Finlandiya davlatning ismi. Number 11 Indian, Hindistonlik yoki Hindistonning. 12 India, Hindistan davlat ismi. 13 Japanese, Yaponiyaning yoki Yaponiyalik davlat tavallik bo'lsa, 14 Japan degancha Yaponiya davlat ismi. Okay? 15 Korean, Koreyaning Koreyalik bo'lgan bo'lsa, 16 Korea degancha Koreya davlat ismi. Okay? Number 17 Nigerian degancha Nigeriyalik Afrikadagi davlat bu. Yine davlat tavalligi. Davlat ismi nima ekan? Nigeria. Nigeria. Okay? 19 Polish. Polish degani nima? Polshalik davlat tavalligi. Davlat ismi Poland. Polsha. Okay? 21 Thai. Balki Taylandning yoki Taylandlik degan gap. Davlat tavalligi. Bunun kendisi Thailand. 22-chi so'z. Tayland degan gap bu davlatning ismi. Turkish degan Turk deymiz, bu Turk millati. Okay? Turk degan gap ham Turkiyalik degan ma'nosi bor. Okay? Turkish, okay? 24-chi Turkey degancha Turkiya bo'ldi davlat ismi. Okay? Xo'sh, undan so'ng bir ikkini misol qilib mana bu tikidagi jumla shakliga bir so'zlasak, qarang, what nationality is she deb bir ayolni ko'rsatib turib, what nationality is she desak, agar u Amerikalik bo'lsa nima deymiz? She is American deydik. Agar Kanadalik bo'lsa she is Canadian deydiganmiz. Agar u Xitoy bo'lsa she is Chinese deydiganmiz. Agar u Taylandlik bo'lsa she is Thai deydiganmiz. Ko'rdingizmi yuqorida o'rgangandek. Okay, lekin where does she come from deb so'rashchi birisi, u nerdan kelibdi desa, deymiz she comes from masalan America yoki the US. She comes from Canada, she comes from China, she comes from Thailand, deb bilamiz, okay? Xo'sh, unda bo'lsa, og'zaki mashqlarni ko'raylik kitobdagi, yuqoriqilar so'zlar, yangi so'zlar, jumlada qanday ishlatishni bilib oldingiz. Endi biz og'zaki mashqqa tez bir selvasa qarang. 20-rasmda nima deydi? Madam I'm Australian deydi. Deb bo'lib, I come from Australia deydi. Tushundingizmi? 30-rasmda madam nima deydi? I'm Austrian. Sorry. He is. Biz deydi ekanmiz masalan. U deb. He's Austrian deb bo'lib, he comes from Austria. Okay? Bu Austriyalik, bu Austriyadan kelibdi degandekchi. Okay? 40th rasm, he is Canadian. U Kanadalik. He comes from Canada. U Kanadadan kelibdi. Okay? 50 rasm, mala ikkisini deydi, we're Chinese deydi, biz Xitoy deydi. Deb bo'lib, we come from China, biz Xitoy davlatidan keldik deydi. Okay? 60th deydi, you're Finnish, siz Finlandiyalik degan gap. You come from Finland, siz Finlandiyadan kelibsiz degan gap. Okay? 70-rasm, she is Indian, u Hindistonlik. Deb bo'lib, she comes from India, u Hindistondan kelibdi. Okay? 80-rasm, deymiz malaga ikki odamga nima deydi ekanmiz? Ikki odamni your, masalan, sizlar deb. Chunki sizlar bo'lsanglar yaponiyalik deb. You're Japanese deb bo'lib, you come from Japan. Sizlar yaponiyalik deb bo'lib, sizlar Yaponiyadan kelibsizlar. Okay? Yoki keldinglar. 90-rasm,
ma ayol nima deydi? I'm Korean deydi. Men Koreyalik deb bo'lib, I come from Korea deydi. Men Koreyadan keldim. Okay? 100-chi rasm ma ikkala nima deydi? We're Nigerian deydi. Biz Nigeriyalik deb bo'lib, we come from Nigeria. Biz Nigeriyadan keldik. Okay? Birinchi rasm they're Polish. Ular Polshalik deydi ekamiz. And then they come from Poland. Ular Polshadan keldi. Okay? Yoki Polshadan keldi. Ikkinchi rasm she is Thai. U Tailandlik. She comes from Thailand. U Tailanddan keldi. Yoki Tailanddan keldi. Okay? Uchinchi rasm she is Turkish. U Turkiyalik yoki u turk desak ham bo'ladi. Okay? She comes from Turkey. U Turkiyadan keldi. Okay? Demakchi bu endi yuqoriqilar qandaq og'zaki mashqlar o'zingiz rasmni bir ko'rib chiqib, yana bir qatam mashq qilsangiz bo'lmas. Okay? Sal chaqilmayli og'zaki mashqlarni. Unda biz hozir yeziqchi mashqni ko'rdik emas, lesson 54 ninki. Yeziqchi mashq nima deydi? Qarsangiz written exercises. Yozuvchi mashqlar deb bo'lib A. Write questions and answers. Yozinglar savollarni va javoblarni qarang. Berilgan jumlaga asosan savol javoblarni yozganmiz. Nima berilibdi ulgida? The sun rises early. Quyosh chiqdi baldur degan gap bor. Ma rise degan fe'lninki kayniga as qo'shilib kelayotganligining sababini bilasizmi? Men deb bo'ldim qo'jiq. Jumlaning ikkisi uchinchi shaxs birlik bo'lganligi uchun deb. Agar men baldur turman yoki men baldur o'rlayman degan bo'lsak, masalan, I rise early bo'ladi. Okay, men baldur o'rlayman, masalan, men baldur turman demakchi, o'rnimdan turman. I rise early bo'ladi. Rise ning kayniga as qo'shmaydi. I jumlaning ikkisi bo'lib kelganda. Agar you ni ishlasakmi, albatta qo'ymaymiz. You rise early. Sen baldur o'rnidan tursan, okay? Yoki o'rnidan qo'ysan. Uchinchi shaxs birlik the sun, ya'ni uchinchi shaxs birlik bo'lib kelgachga quyosh deb jumlaning ikkisi. Rise ning kayniga as qo'shilyapti-da. Xo'sh, undan so'ng nima demakchi? The sun rises early deb oldingiz. Quyosh baldur chiqdi yoki baldur ko'tarildi degan jumla berilibdi. Mush jumlaga asosan bunda jumla savol tuzab qarang. Does the sun rise early? Quyosh baldur ko'tarilamdi? Nimishqa rise ning kaynida s yo'qolib qoldimi yo'da? Yo'q bo'lib qoldi. U s naga ketib oldi, yordamchi fe'l do ning kayniga o'tib does bo'lib oldi. Demakchi bu s chiu qilib ma yordamchi fe'lni do deb kelgan tuqqo. Lekin uchinchi shaxs birlik jumlaning egasi bo'lib kelganda does bo'lib keladi degan tuqqo. Bu does bo'lib kelishining sababi nima? Amaliyotda nahv shu sababdir. Ya'ni savol jumlada s qo'shimchasi o'sha bayon jumladagi fe'lning kayniga qo'shiladigan s qo'shimchasi savol jumlada yordamchi fe'l do ning kayniga o'tib olganligi uchun do does bo'lib qolgan. Shunga bu fe'l qandaq asos fe'l deymiz bunda. Asos fe'l yordamchi fe'l deb ikki xil da'vatimiz bor. Demakchi shunga asos fe'lning kaynida s yo'qligining sababi shu. Savol jumlalarda, okay? Anamki yana bir ahvolda yana asos fe'lning kaynida s yo'q. Qaysi jumla u? Bo'lishsiz jumlada, ya'ni inkor jumlada. Demakchi, ingliz tilida bunda bir qoida bor. Ya'ni hozirgi oddiy zamonda jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik bo'lib qolsa, hozirgi oddiy zamonda agar jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik bo'lib qolsa, uch xil jumlada ikki xil ahvol chiqadi demakchi. S qo'shimchasiningki fe'lning kayniga qo'shilib keladigan s qo'shimchasi haqida ikki xil ahvol bor. Birisi agar nim bo'lsa, jumla bayon jumla bo'lsa, s fe'lning kayniga qo'shildi. Okay? Fe'lning kayniga s keladi demakchi. Agar jumla bayon jumla bo'lmay, ya'ni bo'lishliq bayon jumla bo'lmay, ya savol jumla yoki bo'lishsiz jumla bo'lib qolganda, fe'lning kaynidagi s qanday chiu qilib yordamchi fe'l do ning kayniga does bo'lib qoldi. Miyadam o'xshashma, tegidimi? Ya'ni miyadagi rise ning kaynidagi s chiu qilib do ning kayniga o'tib does bo'lib qolgan. Shuning bilan doesn't paydo bo'lgan. Doesn't degan amaliyotda does not degan gap bu. Xo'sh, undan so'ng bir qoida o'rgandik savoldoshlar. Okay? Bu to'limi yaxshi bir tipik misol bo'ldi. Mushu nuqtani xulosalaydigan. Okay? Ya'ni jumlaning uchinchi shaxs birlik bo'lib kelganda fe'lning kayniga agar jumla
bayan cümle olup kalsa, buluşluk bayan cümle olup kalsa, fe'lini keyiniga as qo'shildi. Agar savol yoki buluşsiz cümle olup kalsa, u as yordamchi fe'l do'ning keyiniga o'tib does yordamchi fe'l do doesga o'zgarib qoldi deb tushundik emas. Xo'sh, shunda olsa, does the sun rise early degan nima? Quyosh atgan ko'tarilamdi degan gap. Javob: the sun doesn't rise early. Quyosh ko'tarilmaydi degan, ya'ni rises degan ko'tarildi. Doesn't rise bo'lsa ko'tarilmaydi degan gap ekan. Xo'sh, berilgan jumla quyosh atgan ko'tarildi bo'lsa, biz buningga quyosh atgan ko'tarilamdi deb savol so'raydi ekanmiz. Lekin quyosh atgan ko'tarilmaydi deb javob berdi ekanmiz. Qolganlarini qila olamiz, albatta qila olasiz. Men ikkinchisini qilib turmay qarang. He likes ice cream. U yaxshi ko'rdi morojnini. Like ning keyiniga as kelyapti, diqqat qilaman. Jumlaning ikkisi he, uchinchi shaxs birlik. Xo'sh, shunda olsa men bu gapga bir savol yasay qarang. Does he like ice cream? Does he like ice cream? Ustidagi o'xshashlar. Does the sun rise early degandeklar. Does he like ning keyiniga as nakatdi? Nima ish likes demayman? Chunki as bayan cümlede kası, bayan cümlede kiladigan as hamda ma cümlede yo'q. U as nakit valdi, do'ning keyiniga yugurib o'tib ketib, dozga o'zgarib qilib do. Like o'z yolg'iz kelyapti demakchi. As yo'q kelyapti demakchi. Okay? Yana bir qatim desam, does he like ice cream? Okay, savolmi shu men tuzaydigan. Javob nima? He doesn't like ice cream. Albatta doesn't bo'lgandan keyin like deb keladi. Likes deb kelmaydi, doesn't bo'lgandan keyin. Tushunishli qo'ya, abay deb bo'ldim buni sababini. Xo'sh, bu bir mashq. Qolgan 1, 3, 4 larni o'zingiz ishlay olamsiz? Albatta ishlay olasiz. Undan so'ng bu ishga deb bo'lib biz qanda B mashq qarab boqaylik. Write questions and answers using these words. Ma'bu so'zlarni ishlatib savol va javoblarni yozinglar deydi-ku. Bilgidi nimdab beribdi? He'ni beribdi. Ondan Brazilni beribdi. He degan arlardagi u, Brazil degan Braziliya davlatning ismi. Okay? Xo'sh, shunday bo'lsa u deb bo'lib Braziliya deb ikki so'zni bergandan keyin biz nimdab savol tuzaydi ekanmiz, qarang. Where does he come from? Where does he come from? Unadan keldi. Yoki unadan keldi. Is he Brazilian? U Braziliyalikmi? Deb so'raldi bundan keyin. Yes, he is Brazilian. U Braziliyalik. He comes from Brazil. Deb. Cho'qim bilib oldingiz. Nimaning nim bo'layotganligini. Oldingi darsda o'rgangan, bugungi darsda ta'kidladik bir qancha qatim. Qanday bo'lganligini. Unda men chiqib tushuncha bermayman, chunki gap uzrab ketsa qulog'ingizga xo'sh yoqmay qolmasin. Men unda olsa uchinchisini ishlab beray, qarang. Berilgani he bilan Canada, qarang. Men bunda tuzayman, qarang. Ulgiga qarab turing. Where does he come from? Is he Canadian? Yes, he is Canadian. He comes from Canada. Okay? Davlatning ismi, davlat tavalligi degan narsalarni nega qanday ishlatishni bilib oldingiz, undan qolgani o'zingiz qilib qoldi bo'pti. Yana bir nima qilib beray bo'pti. Qarang, mana bu Indiani qilib beray, qarang, number 6. Qarang. Where does she, qarang, jumlaning egasi she, where does she come from? Is she Indian? Javob: yes, she is Indian. She comes from India. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, yozmish mashqlarning qolgani o'zingiz qilib qoldi. Shu gapni deb bo'lib o'tishganda, thank you very much. Ko'p rahmat. Yana azroq chiqarsangiz qanda kitobimizning o'ttirisiq kelimiz, o'ttirisidan o'tib olsak qanda inglizcha o'rganishingiz shiddat bilan jonlanib ketadi. Jiq kang doirada cho'nqirlab o'rganishga boshlaysiz. Endi jiq narsalarni o'rganib qoldingiz, okay? Inglizchani yaxshi o'rganishningki halqasi nada, muhim oshqish qayerda, nima? Jiq mashq qilish. Albatta, sizning jiq mashq qilganligingizda ishonaman. Okay, thank you very much. Unda olsa biz at ko'rishaylik. See you tomorrow.